Assalomu alaykum hammaga. Bugun yugurib gaplashadigan videomiz. Yangi rubrika desa ham bo'ladi. Va bugun perfeksionizm haqida gaplashamiz. Shu ko'pchilik o'zimda ham, boshqalarda ham biror nimanidir boshlashdan oldin ideal vaqt kutish haqida. Shu ideal sharoit, ideal vaqt, ideal narsalar, hamma narsa bo'lgandan keyin boshlash haqida. Bu narsa perfeksionizm ko'pchilikni o'ldiradi. Bir nimanidir boshlashdan orqaga suradi. Juda ko'p imkoniyatlarni boy berishdan, maqsadga erishishdan oldini oladi. Nega deydigan bo'lsak, o'zingizda ham bo'lgan bo'lsa kerak. Sport zalga chiqishdan oldin to'xta, kiyimim yo'q, kiyimim zo'r bo'lsin, keyin chiqib olaman. Kiyim olib, short kiyib olib, oyoq kiyim olib, keyin chiqaman. Yoki yugurishni boshlamoqchi bo'lsangiz, to'g'ri yugurish haqida bilmagan, hozir qanaqa boshlayman. O'rganib olib, so'rab olib, keyin boshlayman degan fikr o'tgan bo'lishi mumkin. Yoki ingliz tili o'rganayotganda, hozir pulim yo'q, uchayim sentrga 1 million to'lashga pulim yo'q. Yoki hozir daftar ruchkalarim yo'q. Yoki hozir men bir ish tugatib olib keyin boshlayman. Shunaqa zo'r vaqtni boshlash uchun, zo'r ideal vaqtni kutib, zo'r ideal sharoit, hamma papkalarim chiroyli bo'lsin, daftar ruchkam 3-4 oyga oldindan pul to'laydigan pulim bo'lsa keyin boshlayman degan fikr bo'lishi mumkin. Va bu miya sizni aldayotgan bo'ladi. O'sha boshlashdan oldin to'xta, zo'r bo'lsin keyin boshlaysan, bahonalar chiqib kelayotgan bo'ladi. Va bu narsani kurashish kerak. Bu narsani oldini olish kerak. Steve Jobsni bilsanglar kerak. Endi mashhur misolni aytaman. Steve Jobs Apple kompaniyasining asoschisi. Uni perfeksionizm bo'yicha ideal mahsulot, hamma narsa ideal bo'lish bo'yicha eng nima deydi, kasal inson deb hisoblashadi. Sababi hamma mahsulotni ideal bo'lmaguncha ishchilarini urgan, so'kkan, biografiyani o'qisangiz shunaqa. Va o'sha inson ham birinchi iPhone'ini chiqarib yuborgan. Bozorga ko'pchilik yoqmagan, yaxshi ishlamagan, zo'rg'a programmalar ishlagan. iPhone 1 eslolmasanglar ham kerak, men ham ko'rmaganman hatto. Faqat muzeyda turadi adashmasam. Ikkisi ham xuddi shunaqa bo'lgan. Yaxshi chiqmagan, o'xshamagan. Keyin uchinchisi boom bo'lgan, zo'r mahsulot bo'lib chiqqan. Xuddi shunaqa biror bir ishni boshlayotganda ham oldin qilib ko'rib, xatolarning ustida ishlab, yaxshilanib, keyin bir kun ideal holatgacha kelaverasiz. Xuddi shunaqa tarzda ishlaydi perfeksionizmga qarshi kurashish ham, u nimaga erishish. Hammada birinchi o'xshamagan varianti, yomon sharoitdan kutmasdan turib boshlaydi. Keyin yo'lda yaxshilanib, yengillanib o'sha muvaffaqiyatga erishadi. Shunaqa o'sha iPhone 3 ni ham siz hamma 3 ni biladi. 1-2sini undan oldin qilgan kompyuter qanchalik to'g'ri zo'r texnologiya bo'lgan, lekin xunuk, yaxshi ishlamaydigan, noqulay bo'lgan. O'shani chiqarib yuborgan bozorga kimga yoqsa deb. Birinchi olgan odamlari mingtami shunaqa odamga sotgan. O'zi garajidan qurib ofis olmagan, ofis kutmagan, qachon ofisim zo'r ofis bo'ladi, o'shanda zo'r ishlashni boshlayman. O'sha garajda o'tirib, o'rtoqlarini, jiyanlarini yig'ib, kompyuterlarni qilib tashlagan sherigiman. Yoki boshqa misollarni oladigan bo'lsak, o'zimni o'rtog'im bor, Zafar degan. Hozir Block 21 firmasi bor, kompaniyasi bor. Qurilish bo'yicha o'sha domlarni remont qilib topshiradi. O'sha yaqinda yetib qoldi. Sen bir paytlar aytganing deyapti-da. Renderlar qilganda, uylarni dizaynini qilganda har doim to'xtam, ishlarim yaxshi emas. Instagram yurib, blog yurib, men Instagramga ishlaringni qo'y, odamlar ko'rsin deb ish qilayotganing. Zakazda chiqib qolar balki deganimda, ayyo bilmadim, unaqa bo'lmasa kerak, ishlarim zo'r emas degan. Yo'q, qo'yur. O'shanga qarab odamlar ishing yomon desa, o'shanga qarab yengillaysan, yaxshilaysan, kamchiliklarni so'raysan, o'rganasan. Odamlarga shu ishlaring ham yoqadigan insonlar bor. Bundan zo'r ishlaydigan insonlar senga o'zi yordam beradi, o'rgatadi deganda qo'yib yuborgan. O'shanda aytadi,
qo'ygandan keyin zakazlar kelishni boshlagan, qo'yib ishlarim yaxshilangan deydi. Yaqinda shuni eslatib qoldim. Mana shunaqa degandek, shunaqa zo'r yaxshi maslahatlar berganding bir paytda. O'shanda shunaqa joylardan ko'pmi oddiy Instagram boshlashda odamlar cho'zib yuradi. Ishlarim zo'r bo'lsin yoki post qo'yishni bilmayman. Boshlayverish kerak. Yugurishni ham boshlayverish kerak. Keyin yo'lda o'rganib ketaverasiz. 10 kilometr yugurmoqchi bo'lgan odam qo'rqimchilik bo'ladi. Yugurolmayman, shu uzoq. Menga xuddi shunaqa bo'lgan. Hozir mana 2 hafta oldin 50 kilometr yugurdim va bugun 21 kilometr yuguryapman. Shunaqa bo'lib ketaveradi. Boshlaysiz, birinchi qadamni qo'yasiz, ikkinchi qadamni qo'yasiz. Yo'lda o'rganib, yaxshilanib, rivojlanib, o'sib keyingi pog'onalarga chiqaverasiz va keyin qarabsizki, o'zingiz bilmagan holda bir kun o'sha ideal holatda qurib qo'ygan bo'lasiz. Ideal natijalarni olgan bo'lasiz. Perfeksionizm bizda qayerdan kelib chiqqan degan savol bor. Bizda endi o'zbekchilikda deymiz, tarbiyada bitta narsa, bola xato qilsa uriladi, so'kiladi. Unga o'rgatilmaydi. Sana deb anaqa qilishadi. Va siz har bitta yangi xato qilishdan qo'rqib qoladigan bo'lamiz. Siz, men, hammamiz. Va shuning uchun ham bitta ish qilishdan oldin yangi ish bo'lsa, qanaqa ish bo'lsa ham, yo'q, to'xta, hech kim ko'rmayotgan bo'lsa, noto'g'ri qilsam, hozir gap eshitib qolaman deb, men miyada qolib ketgan bo'ladi yoshlikdan. O'shanga qarshi kurashish kerak. Shu videoni ko'rib olsangiz yoki atrofingizda shunaqa yetayotgan boshqa misollarni ko'rayotganingizda o'rnak olib o'rganish kerak. Sizga imkoniyat berilmoqda. O'zgartirish o'zimiz qo'limizda. Shu tarzda perfeksionizm rivojlanadi. Agar endi men o'zim o'ylayman yoki boshqa ota-onalarga shu bolani xato qilishdan qo'rqmasdan, yangi narsani boshlashga qo'rqmasdan tarbiyalasa, u juda katta narsalarni qilib yuborishi mumkin. Juda ko'p imkoniyatlar yoniga kelganda ushlab olishi ehtimoli oshadi. O'shaning uchun ham Napoleon Bonapart hamma bilsa kerak. Buyuk sarkardami, qirol deyshadi. Xullas, o'shani ham yoshligidan tur, o'sha 2-3 yoshligidan tur bolam seni buyuk ishlar kutyapti deb hamma narsani o'rgatib, urushganda yutqizgan, o'sha hamma yutqizganni ustiga yana qil deb o'rgatib boraverishgan va shundagina shunaqa natijalarga erishib, shu ruhi ochadi, duhi deymizmi? Yangi narsalarni qilib ko'rishga imkoniyatlari ko'payaveradi. Shu tarzda rivojlanadi. Muammosi ham bizdagi o'zbeklikda ko'pda shunaqa bor. Shu muammo. O'zimda ham haligacha bor. Men oldindan kurashgan bo'lsam ham, misol uchun sport zalga chiqishdan menda ham bo'lgan, to'xta oyoq kiyimim, shortilar chiroyli bo'lib chiqishim kerak. Yoki sal ozg'oli hozimizmi, hozir menga qarashadi, gapirishadi. Uyda ozg'oli keyin zalga chiqaman. Shunaqa narsa zo'r ideal moment. Ertaga keyingi oydan chiqaman, oyligim olgandan keyin chiqaman. Yoki ideal narsalarni xohlab cho'zdiramiz, lekin vaholanki miya olib o'tgan bo'ladi. Uyda ham sport zal bilan shug'ullansa bo'ladi. Oddiy kiyimda ham chiqsangiz bo'ladi. Yangi kiyim bo'lishi shart emas. Yugurishni boshlashda ham xuddi shunaqa. Hech kim sizga o'rgatishi, qo'ldan olib chiqishi shart emas. Ko'chaga chiqasiz, tapishga ham yugursa bo'ladi. Oyoqlaring yugursa ham bo'ladi, kerak bo'lsa. Shunaqa qilib boshlanadi. Yangi til o'rganayotganda. Haligacha menda ham hozir misol yangi YouTube kanal, yangi Instagram kanal ochdim, yugurish haqida ko'rayotganinglar. Shuni ham ancha cho'zib yurdim-da, bir 3-4 oy adashmasam cho'zib yurdim. To'xta, bunaqa bo'la olaylik, bunaqa kontent qo'yaylik, bunaqa o'ylab olaylik, qanaqa bo'lishi rejalarni tuzib va shu narsani cho'zdirib uzoqqa kelib kech boshladim. Shuning uchun ham u narsa men bilganingiz bilan uni tarbiyalamasa, uni intizomga solmasa qiyin bo'laveradi. Har safar ongli ravishda ichingizga onga kurashishingiz kerak bo'ladi. Unga buyruqlar berib o'zgartirish kerak bo'ladi. Boshlayver. Mana hozirgi kanalim xudo xolasa 1000 ta obunachiga yetyapti.
Prosmotr 4000 taga yaqinlashyapti. Yaqinda monetizatsiya yoqaman. 2 oy ichida monetizatsiya yoqaman. Juda zo'r rezultat. Ko'p insonlar kuzatyapti. O'sha yugurishga qiziqadigan insonlar auditoriya o'zi topyapti. Zo'r natija desam bo'ladi. Shu kabi boshlab olinadi. O'rtada men xatolar, masalan, nima qiziq emasligini o'rganyapman. Shunaqa qilib ketiraveradi. Yoki yangi programma, yangi yo'nalishcha o'rganyapman ish bo'yicha. O'shanda ham qiyin. Lekin intizom bilan qattandir boshlashni bilmayman, lekin men YouTube bor, urok ko'raman. YouTube bor, o'rgatgan insonlarni ko'raman, o'rganish jarayonida bilamanki, to'xta, bundan ham yaxshiroq sertifikat beradigan bitta joy bor ekan. O'shani olishim kerak. Kutmasdan o'sha pulli bo'lsa, masalan, pulim yo'q deb masdan o'shani internetda shunga o'xshagan tekin variantlari bor, tekin maqolalar bor, tekin statyalar bor. O'qib o'zingiz o'rgansangiz bo'ladi. Yoki tekin videolari, o'shunga o'xshash tekin kurslar bo'lishi mumkin. O'shalarni shunaqa qilib ideal moment kutmasdan harakatni boshlash, perfeksionizmga qarshi kurashish bo'ladi. Perfeksionizm o'sha zo'r, ideal, hech kim ideal holatda boshlamagan. Hech kim ideal bo'lib ishni bajarmaydi. O'sha zo'r, sizni nazaringizda ideal chizadigan inson ham, ideal qiladigan inson ham oddiy deydi. O'xshamagan proyektlardan, o'xshamagan qobiliyatlardan boshlab rivojlantirib kelgan. O'sha joy siz просто ko'rmaysiz. Sizni ko'zingizda faqat sizni ongingiz bu zo'r, buni talanti bor, buni imkoniyatlari bo'lgan deb aldaveradi. Sizni yangilik qilishdan, rivojlanishdan, imkoniyatlarni ushlab olishdan orqaga tortaveradi. Bugungi video shu perfeksionizm haqida edi. Yetkazib bera oldim degan umiddaman. Fikrimmi? Perfeksionizm hammada bor. Bu yo'qolmaydi ham, lekin shunga qarshi kurashish kerak. Har xil yo'llar bor. Do'stingizni topishingiz mumkin. Shu narsani boshla deb turadigan. O'zingizga o'qib o'rganib shu texnikalarni qo'llashingiz mumkin. Shu tarzda ketaveradi. Ideal vaqt bo'lmaydi. Boshlash uchun bo'lgan eng zo'r vaqt, eng ideal vaqt bu kecha bo'lgan va ikkinchi eng zo'r vaqt bu hozir, bugun. Shuning uchun yangi ish qilmoqchimisiz, yangi narsa o'rganmoqchimisiz, yangi nimaiki bo'lsa, do'stingiz bilan gaplashishga, munosabatni tiklashga harakat qilib qo'yishga eng zo'r ideal vaqt, ideal sharoitni kutmang. Hozir qo'lingizda nima bo'lsa o'sha bilan boshlayvering. Va yugurishni davom ettiramiz. Bu yoqda yugurish gruppasiga qo'shildim. Juda ko'p inson yugurib toz kursda.